zamonaviy ilm-fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasining dolzarb masalalari talaba yoshlar nigohi ostida mavzusida Jamoat xavfsizligi universitetida 3-amaliy konferensiyaga xush kelibsiz. Ushbu amaliy konferensiyamizda ilm egalari bilan bir qatorda Jamoat xavfsizligi universitetida o'z yutuqlariga erishgan sportchi yoshlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Jamoat xavfsizligi universitetida talaba yoshlar bilan bir qatorda kursantlar ham tahsil olishadi va bularning ham o'z ustida ishlayotgan izlanishlardan lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Barcha nufuzli tadbirlarda ko'rishimiz mumkin bo'lgan Coffee Break taqdimoti ham aynan Jamoat xavfsizligi universitetida ilmiy amaliy konferensiyasida tashkil etiladi. Bugungi ilmiy amaliy konferensiyamizda nafaqat Jamoat xavfsizligi universiteti professor o'qituvchilari, balki 90 dan ortiq universitetdan tashrif buyurgan yoshlar ham ma'ruza qilishadi. Ilmiy amaliy konferensiya yuqoridagi nutqda O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan boshlandi. Jamoat xavfsizligi universiteti boshlig'i Mirziyoyev Hakimov Rustamboyev hozirgi ilmiy amaliy konferensiyamizni ochib berishdi. Shuningdek, talaba yoshlarning yozgan maqolalari esa 6 ta nashr to'plamida nashr etildi. Universitet boshlig'i Mirziyoyev Hakimov Rustamboyev tomonidan eshittirilgan ma'ruzalarida bosib o'tgan mehnat faoliyatlari, shuningdek, erishgan yutuqlari haqida biz yoshlar bilan o'rtoqlashdi. Tadbirga tashrif buyurgan professor o'qituvchilar, shuningdek, yuqori nufuzli mehmonlar tomonidan biz yoshlarga o'qib eshittirilgan ma'ruzalar hayot yo'limizda dasturul amal bo'lib xizmat qiladigan ma'ruzalar bo'ldi. Universitetga tashrif buyurgan talaba yoshlar tomonidan turli yo'nalishlardagi ma'ruzalar o'qib eshittirildi. Ushbu ma'ruzalarda yoshlar o'rtasida ommalashib borayotgan jinoyatchiliklarni oldini olish, shuningdek, unga qarshi kurashish chora-tadbirlari va boshqa mavzularda ma'ruzalar o'qib eshittirildi. Jamoat xavfsizligi universitetida doimiy an'anaga aylanib borayotgan va doimo ko'rsatiladigan tadbirlardan biri bu qo'l jangi ustalari, shuningdek, bayroqboz guruhining chiqishlari bo'ladi. Maxsus fakultet boshlig'ining buyrug'iga binoan talabalar sho'balarga bo'linmoqda va sho'balarda ma'ruzalar amalga oshiriladi. Shuningdek, tadbirimiz o'z yakuniga yetdi.